Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim, millionlab insonlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni ko'rib chiqamiz. 1990 yilgacha bo'lgan mehnat stajini hisobga olgan holda pensiyani oshirish. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lsa, yoki yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayot ahamiyatga ega. Chunki ko'pchilik odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan pensiya miqdorini to'liq olmayapti. Hatto bu haqdagi ma'lumotlardan bexabar holda o'z huquqlaridan foydalanmayapti. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki undagi har bir ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Muammoning mohiyati. Ilgarilari "Viya hozir nima o'zgartirildi keling. Muammoning mohiyatini chuqurroq ko'rib chiqaylik. O'tmishda, xususan Sovet ittifoqi davrida pensiya tizimi bugungidan tubdan farq qilardi. Har bir respublikada o'ziga xos hisoblash usullari, ish staji va maoshni hisoblashda turli koeffitsiyentlar qo'llanilgan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng pensiya qonunchiligi bir necha bor o'zgardi va takomillashtirildi. Ammo afsuski, bu o'zgarishlar jarayonida 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi mehnat stajini to'g'ri va to'liq hisobga olishda ba'zi kamchiliklar yuzaga keldi. Bu shuni anglatadiki, ko'plab pensionerlarning Sovet davridagi mehnat faoliyati bilan bog'liq staji to'liq baholanmay qoldi. Misol uchun, o'sha davrda olingan yuqori maoshlar pensiya hisob kitoblariga kiritilmasligi yoki noto'g'ri koeffitsiyentlar bilan qo'llanilishi mumkin edi. Natijada ular o'zlariga tegishli bo'lgan pensiyadan kamroq mablag' olishdi. Ko'pgina hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmaganda pensiyani hisoblashda eng past darajadagi o'rtacha ko'rsatkichlarni qo'llashga majbur bo'lishgan. Bu esa pensionerning real daromadlarini aks ettirmas edi. Endilikda davlatimiz bu tarixiy adolatsizlikni bartaraf etish maqsadida maxsus mexanizmlarni joriy qildi. Bu mexanizmlar 1997 yilgacha bo'lgan mehnat stajini qayta ko'rib chiqish va uni joriy pensiya hisob kitoblariga to'g'ri kiritish imkonini beradi. Ya'ni, agar siz o'sha davrda ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi va oshirilishi mumkin. Bu nafaqat yangi pensiya tayinlanayotganlar uchun, balki allaqachon pensiya olib kelayotgan insonlar uchun ham dolzarb. Chunki ular ham o'z pensiyalarini qayta hisoblatish huquqiga ega. Bu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi va sizning uzoq yillik mehnatingiz uchun munosib taqdirlanishni ta'minlaydi. Asosiy qisimlik: nimalarni bilish kerak, kimlar tashvislanishi kerak va kimlar kerak emas endi. Mavzuning eng muhim qismiga o'tamiz. Kimlar uchun bu ma'lumot eng dolzarb va nimalarga e'tibor berish kerak? Eng avvalo, agar siz 1991 yil 1 yanvargacha mehnat faoliyatingizni boshlagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki sizning o'sha davrdagi mehnat stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shuki, pensiyani qayta hisoblashda birinchidan sizning umumiy mehnat stajingiz, ikkinchidan 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqingiz miqdori hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pensiya hisoblashda ish stajining har bir yili ahamiyatli. Qonunchilikka ko'ra 1997 yilgacha bo'lgan stajni hisoblashda agar ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, maxsus usullar qo'llanilishi mumkin. Ammo bu har doim ham siz uchun eng foydali bo'lmaydi. Ya'ni ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar topilmagan taqdirda pensiya hisoblashda o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisob-kitob qilinadi. Bu esa sizning haqiqiy yuqori daromadingizdan ancha past bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish haqi to'g'risidagi hujjatlarni topish juda muhimdir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Birini ostirish mehnat daftarchasidagi yozuvlari to'liq bo'lmaganlar. Agar mehnat daftarchangizda 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish joylaringiz, ishga kirish va chiqish sanalari aniq yozilmagan bo'lsa yoki ba'zi davrlar umuman yozilmagan bo'lsa, bu sizning stajingizning noto'g'ri hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda qo'shimcha hujjatlar talab etiladi. 2. Astirish ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari yo'qlar. Ko'plab korxonalar yopilgan. Arxiv hujjatlari yo'qolgan hollarda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni topish qiyin bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda shu sabab sizning o'sha davrdagi ish haqingiz o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha baholangan bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin umidsizlanmang, buning ham yo'llari bor. 3. Pensiyasi yaqinda tayinlanganlar.
agar sizning pensiyangiz 1991 yildan keyin tayinlangan bo'lsa va siz o'sha davrda ishlagan bo'lsangiz, sizning holatingizni albatta tekshirish kerak. Pensiya tayinlash jarayonida ba'zi hujjatlar e'tibordan chetda qolgan yoki xatolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. 4. Sovet davrida turli respublikalarda ishlaganlar, SSSR hududida, masalan, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Qirg'iziston kabi boshqa respublikalarda ishlagan bo'lsangiz, bu stajni hisobga olishda qo'shimcha murakkabliklar bo'lishi mumkin. Chunki har bir respublikaning arxiv tizimi o'ziga xos. Lekin bu staj ham sizning umumiy stajingizga qo'shilishi shart. Va buning uchun xalqaro kelishuvlar mavjud. Kimlar tashvishlanishi shart emas, lekin baribir tekshirib ko'rish foydali. Agar siz 1991 yildan keyin mehnat faoliyatingizni boshlagan bo'lsangiz, bu qayta hisoblash mexanizmi sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Biroq sizning umumiy pensiya hisob kitoblaringizda ham boshqa xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya hujjatlaringizni vaqti bilan tekshirib turish zarar qilmaydi. Agar pensiyangiz tayinlanganda barcha hujjatlaringiz mukammal tartibda bo'lgan va sizningcha barcha stajingiz to'liq hisobga olingan bo'lsa ham, kichik xatoliklar ham bo'lishi mumkinligini unutmang. Masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Endi bir nechta hayotiy misollarga o'tamiz. Bu sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Misol, Ahmad aka, zavod ishchisi. Ahmad aka 1906 yildan 1995 yilgacha Toshkentdagi yirik zavodda chilangar bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 2005 yilda tayinlangan. Pensiya tayinlashda 1991 yilgacha bo'lgan staji hisobga olingan. Lekin o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar zavodning yopilishi va arxivning tartibsizligi sababli topilmagan. Natijada uning pensiyasi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari asosida hisoblangan. Bu esa uning haqiqiy maoshidan ancha past bo'lgan. O'sha paytda Ahmad akaning pensiyasi deylik 1.500 ming so'm edi. Ahmad aka bizning kanalimizdagi videoni ko'rib, zavodning arxiviga murojaat qilishni takrorladi va shahar arxiv idorasidan yordam so'radi. Mo'jizaviy tarzda 1990 yillardagi ish haqi ma'lumotlarini o'z ichiga olgan bir nechta hujjatlar topildi. Bu ma'lumotlar asosida pensiya jamg'armasiga ariza berib, pensiyasini qayta hisoblatdi. Yangi ma'lumotlar uning o'sha davrdagi maoshi o'rtacha hisoblangandan 2 barobar yuqori ekanligini ko'rsatdi. Natijada uning pensiyasi 100 ming so'mga ko'tarildi. Ya'ni oyga 600 ming so'm qo'shimcha daromad ola boshladi. Bu uning uchun juda katta yordam bo'ldi. Chunki bu summa uning kundalik ehtiyojlarini qoplashda katta rol o'ynadi. Misol 2. Gulnora opa, o'qituvchi. Gulnora opa 1975 yildan 2000 yilgacha Namangan viloyatidagi qishloq maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibli edi. Ammo 1991 yilgacha bo'lgan stajini tasdiqlovchi hujjatlar pensiya tayinlashda to'liq tekshirilmagan. Pensiya jamg'armasi xodimi shoshqaloqlik qilibmi yoki boshqa sabablarga ko'rami? Uning 1975-1990 yillardagi ish stajini hisoblashda xatoliklarga yo'l qo'ygan. Ya'ni bu 5 yillik davr uchun staj to'liq hisobga olinmagan. Uning pensiyasi 1.800 so'm edi. Bizning maslahatlarimizga amal qilib, Gulnora opa yana bir bor pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va o'z daftarchasini qayta tekshirishni so'radi. Ular uning ish stajini qayta tekshirib chiqdilar va 5 yil oldingi stajni noto'g'ri hisoblashganini aniqladilar. Xato tuzatilgandan so'ng uning pensiya miqdori 2.2 ming so'mga ko'tarildi. Bu 2.2 ming so'm ham kam emas, ayniqsa har oy olinadigan doimiy daromad uchun bu sezilarli o'zgarishdir. Misol 3. Sanjar aka, sobiq harbiy. Sanjar aka 1972 yildan 1993 yilgacha Sovet armiyasi safida xizmat qilgan. Keyin esa O'zbekistonda mudofaa sohasida ishlashni davom ettirgan. Uning harbiy staji bilan bog'liq pensiya hisob kitoblari har doim murakkab bo'lgan. Pensiya tayinlanganda 1991 yilgacha bo'lgan harbiy xizmat staji standart fuqarolik stajiga nisbatan pastroq koeffitsiyentda hisoblab qo'yilgan. Bu uning xizmatining o'ziga xos sharoitlarni hisobga olmasdan qilingan xato edi. Uning pensiyasi 2.500 ming so'm edi. Advokatimiz orqali murojaat qilganida harbiy xizmat stajini hisoblash bo'yicha maxsus qonunchilik normalari mavjudligi aniqlandi. Bu esa uning pensiyasiga yuqori koeffitsient qo'llash imkonini berdi. Chunki harbiy xizmat staji ba'zi hollarda 1,5 yoki 2 barobar ko'paytirilgan holda hisoblanadi.
Qayta hisoblashdan so'ng Sanjar akaning pensiyasi 3200 ming so'mga yetdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ba'zi maxsus sohalardagi, masalan, harbiy, tibbiyot, tokkon sanoati stajni hisoblashda ham o'ziga xos nüanslar bo'ladi. Ularni to'g'ri qo'llash pensiyani sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Asosiy qisim 2 istisnolar, tuzoqlar va noaniqiyatlar endi biroz murakkabroq. Ammo juda muhim bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Ko'pchilik oddiy qoida bo'yicha hamma narsa aniq deb o'ylaydi. Ammo aslida hamma joyda o'zining suv osti toshlari bor. Bu ma'lumotlarni bilish sizga jarayonni tushunishda va muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. 1. Asli qonunchilik bazasi va doimiy o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligi nisbatan tez o'zgarib turadi. Hukumat qarorlari, prezident farmonlari orqali yangi imtiyozlar joriy etilishi yoki hisoblash tartiblari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin eng so'nggi qonunchilik hujjatlari bilan tanishish juda muhim. Masalan, ba'zi bir yil davomidagi stajni hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu esa pensiyaning sezilarli darajada o'sishiga olib kelishi mumkin. Ayrim hollarda mehnat sharoitlari og'ir yoki zararli bo'lgan joylarda ishlagan davrlar uchun imtiyozli staj hisoblash qoidalari mavjud. Bu kabi nüanslarni oddiy odam bilishi qiyin. Shuning uchun mutaxassis maslahati muhim. 2. Mehnat daftarchasidan tashqari hujjatlar. Pensiya tayinlashda asosiy hujjat mehnat daftarchasi hisoblanadi. Ammo agar unda barcha yozuvlar to'liq bo'lmasa yoki ba'zi davrlar uchun umuman yozuv bo'lmasa, bu muammo emas. Sizning stajingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar ham bor. Bularga quyidagilar kiradi. Ishga qabul qilish va bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning asl nusxalari yoki korxona kadrlar bo'limi, arxiv tomonidan tasdiqlangan nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Bu ma'lumotnomalar 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqingizni tasdiqlash uchun juda muhim. Arxivdan olingan ma'lumotnomalar, mehnat shartnomalari, shaxsiy hisob varaqlar, ish haqi berilganligi to'g'risidagi qaydlar. Hatto 2 nafar guvohning ko'rsatmalari ham agar boshqa hech qanday hujjat topilmasa va ma'lum sharoitlarda qonuniy tartibda tasdiqlangan bo'lsa, stajni tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Lekin bu oxirgi chora va u sud orqali hal qilinadi. Guvohlarning ko'rsatmalari faqat agar ular siz bilan bir korxonada va bir davrda ishlagan bo'lsalar, sud tomonidan inobatga olinadi. O'tuz astash korxonaning tugatilganligi yoki arxivlarning yo'qolishi. Asterisk bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning arxivlari shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda shu yerlarga murojaat qilish kerak. O'zbekistonda har bir tuman va shaharda davlat arxivlari mavjud. Agar arxiv hujjatlari ham topilmasa, unda sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Sudda siz ish stajingizni guvohlarning ko'rsatmalari asosida tasdiqlashingiz mumkin. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin, lekin natija bunga arziydi. Chunki pensiya sizning umrboqiy daromadingizdir. Dert asosida sudga murojaat qilishning ahamiyati. Agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etsa yoki sizning tajingizni to'liq hisobga olmasa, siz bu qarorni sud orqali shikoyat qilishingiz mumkin. Sudlar ko'pincha pensionerlarning huquqlarini himoya qilishga moyil bo'ladi. Chunki bu ijtimoiy adolat masalasi. Sudga murojaat qilishda malakali yurist yordami juda muhim. Chunki huquqiy jarayonlar murakkab bo'lishi mumkin va da'vo arizasini to'g'ri tuzish muhimdir. 5. Asos. Pensiya turini o'zgartirish ehtimoli. Ba'zi hollarda qayta hisoblash natijasida nafaqat pensiya miqdori o'sishi, balki sizning pensiya turini, masalan, yoshga do'yri pensiyadan nogironlik pensiyasiga yoki aksincha. Agar bunga asos bo'lsa, o'zgartirish imkoniyati ham paydo bo'lishi mumkin. Bu esa ba'zan ancha foydali bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan stajingiz tasdiqlansa va bu sizga imtiyozli shartlarda pensiya olish huquqini bersa, bu noyob holat, ammo yodingizda tuting va yurist bilan maslahatlashing. 6. Xalqaro kelishuvlar. Agar siz Sovet davrida boshqa respublikalarda, masalan, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Belarusda ishlagan bo'lsangiz, O'zbekistonning boshqa MDH davlatlari bilan pensiya ta'minoti bo'yicha tuzilgan xalqaro shartnomalar mavjud. Bu shartnomalar sizning o'sha davrdagi stajingizni O'zbekiston pensiya hisob-kitoblariga kiritish imkonini beradi. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga tegishli mamlakatning pensiya organlari bilan aloqa o'rnatishda va kerakli ma'lumotnomalarni olishda yordam berish kerak. Bu jarayon biroz uzoq davom etishi mumkin.
Ammo natijada sizning xorijdagi mehnat stajingiz ham to'liq inobatga olinadi. Amaliy maslahat. Siz nima qilishingiz kerak endi eng muhim qism sizning amaliy harakatlaringiz. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni to'plash kerak. Bu bosqich ko'rsatma sizga yo'l ko'rsatadi va jarayonni soddalashtiradi. İlk barcha mavjud hujjatlarni to'plash. Bu sizning asosiy va eng muhim vazifangiz. Hujjatlarni to'plashda maksimal darajada e'tiborli bo'ling. Har bir qog'oz parchasi muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangizni toping. Bu sizning asosiy hujjatlaringiz ro'yxatida birinchi o'rinda turishi kerak. Undagi barcha yozuvlarning aniqligiga va to'liqligiga e'tibor bering. Barcha sana va tashkilot nomlari aniq yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar yozuvlar yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, o'chib ketgan bo'lsa, ularni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni qidirishni boshlang. Ashtirish, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Bu 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlardir. Aynan shu ma'lumotlar sizning pensiyangiz miqdoriga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Agar ular sizda bo'lmasa, unda siz ishlagan korxonaning bugungi vorisi agar mavjud bo'lsa, bu ma'lumotnomani berishi mumkin. Birinchi navbatda ularga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar, davlat arxivi, viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivchi xodimlar sizga kerakli hujjatlarni topishda yordam berishga majbur. Ba'zi hollarda korxona qaysi vazirlik yoki idoraga tegishli bo'lgan bo'lsa, o'sha idoraning arxivlarida ma'lumotlar saqlanishi mumkin. Masalan, qishloq xo'jaligi korxonasi bo'lsa, qishloq xo'jaligi vazirligi arxiviga. Agar bularning hech biri yordam bermasa, sud orqali ish haqi miqdorini tasdiqlashingiz mumkin. Bu haqda keyinroq. Asterisk diplomlar, attestatlar, o'quv yurtini bitirganlik haqidagi hujjatlar. Asterisk ba'zi hollarda o'qish davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Ayniqsa ayollar uchun tug'ruq ta'tili bilan bog'liq bo'lgan holatlarda. Asterisk harbiy guvohnoma, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz, harbiy komissariyatdan tegishli ma'lumotnomalar oling. Farzand tug'ilishi haqidagi guvohnomalar. Ayollar uchun bolalarni parvarishlash davri stajga qo'shilishi mumkin. Bu esa umumiy stajni oshirishga xizmat qiladi. Nogironlik to'g'risidagi hujjatlar. Agar mavjud bo'lsa, bu ham pensiya hisob kitoblarida imtiyozlar berishi mumkin. Nikoh yoki ism o'zgartirilganligi haqidagi guvohnoma. Agar hujjatlardagi ism sharifingiz hozirgisi bilan farq qilsa, bu hujjatlar shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun zarur bo'ladi. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Barcha hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga maxsus blanka beriladi. Uni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Blankani diqqat bilan va to'liq to'ldiring. O'zingiz bilan pasport va yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini olib boring. Asl nusxalarini tekshirish uchun ko'rsatasiz. Nusxalar esa ishga tikiladi. Nusxalarni oldindan tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Uchiqadan ariza yozish. Pensiya jamg'armasiga pensiyani qayta hisoblash to'g'risida ariza yozasiz. Arizada quyidagilarni aniq ko'rsatishingiz kerak. Sizning ish, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz. Siz allaqachon pensiyada ekanligingiz va qaysi sana va qaysi bo'lim tomonidan tayinlanganligi. Pensiya guvohnomangizdagi raqamni ham kiritishingiz mumkin. Pensiya qayta hisoblanishi kerak bo'lgan davr, masalan, 1991 yilgacha bo'lgan davr va bunga asos bo'ladigan sabab, masalan, yangi topilgan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki stajni noto'g'ri hisoblanganligi. Arizada o'zingizning tahlillaringizni ham qisqacha bayon eting. Masalan, mening 1975-1995 yillardagi stajim to'liq hisobga olinmagan deb hisoblayman. Chunki o'sha davrdagi ish haqi ma'lumotlari topilmagan edi. Hozirda arxividan ma'lumotnoma olindi. Arizaga barcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling va ularning ro'yxatini ko'rsating. Har bir ilova qilingan hujjatning nomini va varaqlar sonini yozing. Muhimi, arizangizni 2 nusxada yozing. Bir nusxasini pensiya jamg'armasiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilgan xodimning imzosi, lavozimi, sanasi va kirish raqamini qo'ydirib oling. Bu sizning arizangiz qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi va kelajakda ehtimoliy nizolarni hal qilishda sizning dalilingiz bo'ladi. 4 qat'iyat va shikoyat. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddatga ega. Odatda umumiy 30 ish kuni. Agar sizga pensiyani qayta hisoblash rad etilsa,
yoki natija sizni qoniqtirmasa umidsizlanmang. Rad javobini yozma shaklda talab qiling. Unda rad etishning aniq sabablari, qaysi qonun yoki qonun osti hujjati asosida rad etilganligi ko'rsatilishi shart. Og'zaki rad javoblari qabul qilinmaydi. Bu rad javobi bilan yuqori turuvchi organga, Pensiya jamg'armasining viloyat bo'limi, so'ngra respublika pensiya jamg'armasiga shikoyat qiling. Har bir shikoyatingizni ham 2 nusxada yozib, kirish raqami bilan tasdiqlatib oling. Agar bu ham yordam bermasa, sudga murojaat qilishdan tortinmang. Sud orqali adolatga erishish imkoniyati juda yuqori. Chunki sudlar ijtimoiy adolat tamoyillariga tayangan holda qaror qabul qiladi. 5 qadam yuridik yordam. Agar siz yuqoridagi qadamlarni bajarishda qiynalsangiz yoki murakkab vaziyatga duch kelsangiz, albatta malakali yuristga murojaat qiling. Pensiya masalalariga ixtisoslashgan advokatlar sizga hujjatlarni to'plashda, arizalarni to'g'ri rasmiylashtirishda va hatto sudda sizning manfaatlaringizni himoya qilishda katta yordam bera oladi. Ular qonunchilikning barcha nozik jihatlarini bilishadi va sizning huquqlaringizni to'liq himoya qila oladilar. Ba'zida o'zgina sarmoya qilingan yuridik xizmat haqi kelajakda ancha katta miqdordagi qo'shimcha pensiya shaklida o'zini oqlaydi va sizning sarflagan vaqtingizni va asablaringizni tejaydi. Xulosa va yakuniy chaqiruv mana, aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, siz 1991 yilgacha bo'lgan staj uchun pensiyani qayta hisoblash masalasi qanchalik muhimligini va bunga qanday erishish mumkinligini tushundingiz. Unutmang, har bir yilingiz, har bir kunlik mehnatingiz sizning munosib qariyani ta'minlash uchun hisobga olinishi kerak. Hech qachon o'z huquqlaringiz uchun kurashishdan to'xtamang. Sizga tegishli bo'lgan narsani olish uchun harakat qiling. Bu jarayon biroz vaqt va kuch talab qilishi mumkin, ammo natija shunga arziydi. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Yoki bu mavzuda qo'shimcha videolar tayyorlaymiz. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosing, do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Balki bu video kimningdir hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam berar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yanada foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizga g'amxo'r bo'ling.